Diqqat qilamiz do'stlar, Germaniya milliy terma jamoasi bilan jahon chempionatida xayrlashishimizga juda ham yaqinmiz. Agarda Manuel Neuer penaltini qaytarmasa, Germaniya terma jamoasi jahon chempionatini tark etadi. Xo'sh, hakam ruxsat berdi. Neuer qahramon bo'ladimi? Bo'ladi! Germaniya terma jamoasi hozircha mundialda jon saqlab qolmoqda. Davom etamiz, penaltilar seriyasi davom etadi. Bo'ldi do'stlar, davom etamiz. Jonatan ta zarba beradi endi. Urendi. Jonatan. Voy! Nima qilyapti? Jonatan ta Neuer yana bir bor qahramonlik ko'rsatishi kerak. Neuer qaytarmasa, Germaniya ketadi do'stlar. Yana shunaqa qattiq vaziyat. Xo'sh, Neuer qutqaradimi? Neuer qahramon bo'l yana bir bor. Neuer bo'ldi. Bo'ldi. Germaniya terma jamoasi baribir jahon chempionatini tark etmoqda. Ha, mana bunday katta bir sensatsiya namoyish etilmoqda. Hech kim kutmaganda shaxsan men Germaniya terma jamoasini favorit deyotgandim. Germaniya terma jamoasini chempion bo'ladi degandim. Germaniya terma jamoasiga shaxsan men muxlislik qilayotgandim. Germaniya terma jamoasini guruh bosqichida ko'rsatgan 7-1lik qahramonligidan keyin men o'sha 12 yildan so'ng ular yana bir bor shohsupaga chiqadi degandim. Men o'sha qora ananasiga nuqta qo'yadi degandim. Yo'q. Manuel Neuer jamoani qanchalik oldinga tortishga harakat qilgan bo'lsam, qolgan futbolchilar shunchalar orqaga tortdi. Aynan mana shu birinchi bosqichda o'z urishlarini to'xtatmoqda. Nima ham derdik? Sabr tilaymiz Germaniya terma jamoasi muxlislariga va keyingi mundialda nemislarga omad tilaymiz. Yomon bo'ldi lekin